Siz ham xuddi shunday qulay va zamonaviy avtobus reyslarida Moskva shahrigacha yetib olishni xohlaysizmi? Ishonchli biletlarni qidirayotgan bo'lsangiz, hoziroq sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Toshkent Moskva shahriga to'g'ridan-to'g'ri promoy reyslarimiz qo'yilgan. Haftada seshanba hamda juma kunlari avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Toshkent avtovokzali peron qismidan avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Buning uchun biletlarni Toshkent avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan xalqaro yo'nalishlar bo'yicha ofisning o'zidan hamda kassalarimizdan xarid qilishingiz mumkin yoki ekrandagi rossiyskiy hamda o'zbek nomerlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni bron qilib qo'ying. Bundan tashqari Telegram hamda WhatsApp nomerlarimiz ham bemalol ishlab turibdi. Yo'lda hech qanday ovoragarchiliklarga yo'l qo'yilmaydi, sizdan ortiqcha pul talab qilinmaydi. Faqatgina so'raladigan narsa shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. 865 ming so'm evaziga 2,5 sutka ichida siz Moskva shahrida bo'lasiz. Moskva shahrining Kotelniki metrosiga borib, avtobus reyslarimiz to'xtaydi. Hoziroq videoni tanishlarga yuborib qo'yamiz.